Assalomu alaykum, Katyol.uz kanalining hurmatli tomoshabinlari. Bugun 2025-yil 22-may sanasiga Farg'ona ko'mir qozonlar markazidan Surxondaryo viloyatiga ikkita ko'mirlik o'zimiz ishlab chiqargan milliy katyollar chiqib ketyapti mana. Hozir bitta o'zimizning labo mashinada Qo'qonga jo'natib yuboryapmiz. Qo'qondan Surxondaryoning mashinasiga peresadka bo'ladi, o'tkazamiz. Hamda Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Uchko'prikka, Rishtonga Rossiya Novosibirda ishlab chiqarilgan Cooper Mega 20 kilovatli katyollarimiz 200 kvadratli xonadonlar uchun mana zakaz qilingan chiqib ketilyapti. Mana uchala Mega 20 katyolimiz bir xil 200 kvadratga. Xo'p, Surxondaryo viloyatiga qizil o'zimiz ishlab chiqargan 45 kilovatlik, ya'ni 450 kvadratga mo'ljallangan katyolimiz. Razmerini qarab turinglar. Bo'yi 1.20, bu tomoniga 75 sm, eniga 45 sm. Komplektda dimoxodniy traynoylarigacha bo'ladi va oldida ventilyatorlarigacha bo'ladi. Mana shu yerdan 55 kg ko'mir solinadi va xudo xolasa 450 kvadratga 12 soatdan 15 soatgacha yetsa kerak. Hammaga narx qiziq. 22-may sanasiga narxi Surxondaryo viloyatiga dastavkasi bilan 9,5 million so'm bo'ldi mana. Xo'p, narigi tomondagisi 45 kilovatli katyolimiz. Eshiklari vodinoy eski stilda qilingan. Bilasizlar, bu katyolni hozir o'rniga narigi katyolimizni ishlab chiqaryapmiz. Zakazchigimiz mana shunaqa eski variantli katyolga zakaz beruvdi. Buni ham xudo xolasa tayyori bor edi, chiqarib yuboryapmiz. Eshiklariga suv kirib suv ketadi. 3 eshikdan iborat. O'rtadagi eshikdan cho'q shlaglar olinadi, pastdagi eshigidan kulini olinadi. Bunga narigidan ko'ra ozroq ko'mir ketadi. 55 kg ko'mir ketadi. 4 metr bas, adashibman 5 metr teplanmenligi bor. Bo'yi 1.20 dan bo'lganda ham 4 ta kitob 485 metrga yaqin teplanmenligi bor. Ikkalasini ham lesi 3 mmlik listdan tayyorlangan. Narxlari bir xil, 9,5 million so'm. Hozir obunachilarimizga va zakazchilarimizga bonusni nima qilib qo'ydik? Jicha katyolda razmeri kattalashdi. O'sha kattalashgan sari katyolda narxi oshmadi. Bonus qilib berdik, xudo xolasa, obunachilarimizga va bizni kuzatuvchilarimizga. Hop, Mega 20 kilovatli katyolimiz narxi jicha oshib qoldi. 17 million 200 ming so'm bo'ldi. Bitta ko'mir sig'imi bilan xudo xolasa xuddi shunaqa katyolimiz bitta ko'mir sig'imi bilan 200 kvadratga 65 kg ko'mir 1,5 sutka, ya'ni 36 soat yonish qobiliyatiga ega katyolimiz. Xudo xolasa bu katyoldan to'g'risi hozir nalichida 20 kilovatli qolmadi. Kimga zarur bo'lsa 3 dona 16 kilovatligi bor. Cooper Mega 16 kilovatli katyolimiz. 20 kilovatligi zakazga yozsalar, xudo xolasa kelsa, shunaqaga o'xshab, shu mashinamizga dastavka qilinganga o'xshab, sizlarga ham dastavka qilib beriladi. Shu zakazchilarimizni avans berib qo'yishgan va yozib qo'yishgan. Mana hozir mashinadan katyolimizni tushirdik. Srazu yuklab jo'natib yuboryapmiz zakazchilarimizga. Xudo xolasa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bizning manzil Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanida. Pastdagi raqamlarga Telegramdan yozsalaring, joyimiz lokatsiyasini tashlab beramiz. Bizni ko'mir qozonlar markazida rossiyskiy Cooper, rossiyskiy NMK, rossiyskiy termograf, turetskiy bunkerli va bunkersiz hamda o'zimiz ishlab chiqargan milliy ko'mirli katyollar bor. 20 xildan ortiq ko'mirli katyollar bor. Bemalol kelib aloqaga chiqaverasizlar. Agar vaqtlaringiz bo'lsa, dastavkasini qildirib beramiz kelishgan holda. Hamda katyollar uchun nerjavekadan ichi tashi sendvichli nerjavekadan 06 lik dimoxodlarimiz bor. Bemalol zakaz qilaverasizlar. Mashinadagi katyolimiz xuddi shunaqa. Hozir katyollar naq paytda olsalar, xudo xolasa, kuzga borib, qishga borib katyol oqtarib yurmaysizlar. Andijonda qayerdan keldilar? Marhamatdan keldim. Andijon viloyati Marhamat tumani. Qaysi katyol yoqyapti, tog'a? 20 kilovat. Sizlar joylaringga 20 kilovatli kichkinali qiladi-da. Xo'p, akalarimiz mana kelishganda hozir 20 kilovatli katyol tanlashuvdi. Biz kamida 35 kilovatli katyol olinglar deyapmiz. Nimagaki
ob'yomlari sal katta ekan. Xudo xolasa mana Xorazm viloyatiga ham kotellarimiz chiqib ketyapti. Mashinaga yukladik. O'zimiz ishlab chiqargan 30 kilovatlik ko'mirli kotelimiz. Ash kotelni olavering tog'a. Nimagaki 15 ta radiatoringiz и 100 kvadratga yaqin topli polizni 20 kilovatlik kotel istalmaydi. Mana shu 35 kilovatlik turetskiy kotelni olsangiz, xudo xolasa shu ustida beradi. Hozir may oyida turibsizlar tog'a. Siz aytayotgan ob'yomni 10 kilovatlik koteldan istaveradi-da, lekin qishga borib qiynalib qoladi. Shuning uchun maslahatlar 15 ta radiator и 100 kvadrat topli pol deganlar yaxshi bo'ldi-da. Xudo xolasa tanlovinglar, xohlagan kotellaringni xudo xolasa chiroyli qilib qildirib beramiz. Mana ko'mirlik kotellarimiz hozir nalichida tayyor. Kecha kuni ham kotellar kelgan, tushirib qo'yganmiz. Xudo xolasa tayyor ko'mirlik kotellarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqib, turetskiy deysizmi, rossiyskiy deysizmi, o'zimiz ishlab chiqargan kotellar deysizmi, bemalol aloqaga chiqib zakaz qilaverasizlar. 12 ta viloyatga ko'mirli kotellarimizni dastavkasini qilib beramiz. Shetgacha ko'rgan kuzatuvchilarimizga, obunachilarimizga katta rahmat. Videoga like bosib qo'yamiz. Ko'mirli kotel yoqtirgan tanishlarga shu videoda jo'natib qo'yamiz. Kotelimiz Qo'qon shahriga va Surxondaryo viloyatiga chiqib ketyapti. Farg'ona ko'mir qozonlar markazidan.